电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shundoqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklov sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası. Ben riyasetçi Nicat Veli Yakup. Çıraylık naqşlarımız bilan yan bir növbet İpek Gölü sadası programmasının mana şu nurluq sahnasiga jam bolduq. Aldı bilan ekran oldidagi sizning betaqatlik iligida programmamizni kutganligingizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga naq maydonimizdagi ustozlarimizga, shundoqla ko'rmanlarimizga, texmo muhimi Jiroqdan bugungi musobaqamizga qatnashish uchun alohida qadam tashlab qilgan moyirlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası programmamizga san'at kasbidagi boshlamchi ustozlarimiz alohida qadam tashlab qildi. Hurmat iligida ular bilan tanishib chiqaylik. Dövlətlik 1-ci dərəcəlik artist Xalqyar Naqşçı İpek Gölü sadası programmasının baş yetakçı ustazı Abdullah Abdurim əfəndim xuş gəlibsiz, qarşı alınız. Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Partikom Təşviqat Bölümü sabiq muavin gözətçisi Şinjanxua əfəndim xuş gəlibsiz, qarşı alınız. Dövlətlik 1-ci dərəcəlik kompozitor, ataqlıq naqşçı Şinjan Moda Musiqi Cəmiyyətinin muavin başlığı, mədəniyyət kəsbidəki başlamçı ixtisas egisi mutaxəssis Ablat Abdukim əfəndim xuş gəlibsiz, qarşı alınız. Xuş gəlibsiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Toshmuhammad Botir afandim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar İpek Gölü sadası programmasining chempioni Komil Jilil afandim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Alqışlıq yaş naqşçı köy elçisi Hazreti Ali Muhammed Dursun xush kelibsiz, qarşı alamiz. Tang atada yol al diyemey, gül bakıp ramende. Tang atada yol al deste deste gül diyezliyim yarımga tutamende. Deste deste gül diyezliyim yarımga men yağa tutamende. Men yağa sunamende. Senin grupana kap kalsa kep kalsın diş başka bir gün bir siz duran. Sonda bu yak sizde mi kalsın? May bu yak. Benim grupamı kap kalsın sizimizde kal. Ya may bu yak su bu yak emmisti ba? May bu yak sizdeki Abdüşkür kan. May bu yak. May bu yakta meni siz kılıp ola. Acaba may bu yak bulmandı. May bu yak bulmandı. Acaba ya elimi bulduk ya. Eğer may bu yak bulmaydı diyen gep yok. Kapıl açmayı turpazdan taksırları. Ben bir mutayimde bir şeydir olay. Hazır bulavatka şu buluttu da buluttu ya. Beni tavandan aran düştü. Ahmet may bu yak bulmaydı demdik de mi? Bir adam may bu yaktan su bu yakın. Yak elimin neyimi çıktı da işte. May bu yak mı bu ne yurdu? Ya elimin may bu yak Ya bu bulmaydı da. sen digen ka. Taşmadı ya sidamsız mısın? May bu yak bulmandı bulmandı da. Buldu. Lan yerde may bu yak bulmaydı diye adam yok. May bu yak sizi diken. Ben niye mi bu yak olsun bolar orada buldu? Şambo yapılalım size mi ya? Şambo yapılsın.
Sen mıng desem senin grup bakın. Bek yaxshi değil Maybuyak. Oy biya yaman degan adam yo'q. Abi Aygülge çıktı oktava bu yoqqa Ben sizga kelibsan degan. Aslan tutsan degan. Net oktava qilib o'tmisan. Bunda bo'lsa bir ustozdan birini tanlayli. Mening tanlashim Taş Mehmet Bahadır ustozni tanlaydi. Faqat tirishchilik ko'rsatsak-la, hayotning bizga beradigan fursatlari intayin nurg'un. Muborak bo'lsin. Bu fursat bilan boshlangan kelgusingizning yaxshi natijalar bilan davomlashishini umid qilamiz. Şükür Mehmet efendim aytgancha Seyğingan yer degan naqsha. Hammamiz yaxshi ko'radigan naqsha hamda o'rindashnimi yaxshi o'rindirdi deb men o'zimning gruppasiga tanladim. Men ishimni agar yana mushu keyingi qadamlarda cho'qim yaxshi bo'lgan asarlarni olib chiqib o'zining talantini namoyanda qila oladi deb o'ylayman. Yaxshi natijalar bo'ldi degan ishonchim bor. Sifat ve ünüm cəhətdə həmini qayil həm mayil qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşida bösüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Guruhi mayırlarga omad tilaydi. Keskin tanlashlardan keyin Taş Muhammed Batur ustoz boshchiligidagi Çüş cəmiyyəti gruppasidagi mayırlarning soni 12 ga to'shdi. Programma qoidasi bo'yicha Taş Mehmet Batur ustozning endi mahir tanlash huquqi bo'lmaydi. Buningdan keyingi tanlash bosqichida Taş Mehmet Batur ustoz mahirlarga qimmatli taklif fikrlarini qatnashtirsa bo'ladi. Endiki keskin musobaqada yana bir qitim ustozlar soni kamaydi. Mahirlarning fursati ozladi. Tanlash texmi keskin bo'lishi mumkin. Taş Mehmet Batur ustoz yetakchiligidagi Çüş cəmiyyəti gruppasi mahirləri Abdüşkür Mehmet, Adil Alim, Azmet Yasir, Gılman Abdusalam, İbrahimcan İsmail, Mehmet Yalqın Abdurrahman, Nicat Nur Mehmet, Örkeş Hakim, Reyhangül Musa, Şatgül Turgan, Ümit Tursun, Raziyem Erkin, Diqqətinizlə Altın Göhər İpək Yolu Sadası proqramımızdan keskin minutlarda bolsun. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxanalarga və inaq ailələrə sınıb kirgan tetikqu sahasida sərkərdilik rolunu oynayotgan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti mahirlarga omad tilaydi. Hozirgi o'quvchining qo'shilishi bilan benim Taş Mehmet'nin Çüş cəmiyyəti gruppasidagi o'quvchilar soni to'shdi. 12 ga yetdi. Demak, hozirdan boshlab Taş Mehmet inimmi o'quvchi elishni to'xtatdi. Anarxandan alaylı, Anarxan. Yaxşımızlar ekranlarındaki görürmenler, ben Gulcu Tekes nahiyesinden gelgen Rinat Polat bolman. 6. qarar Altın Göhər İpək Yolu Sadasıga meni uzundan buyanqı arzulab kelayotgan qiziqishim sababchi bo'ldi. Men odatda ommabop uslubdagi naqshlar va go'zal ovoz tushirgan naqshlarni aytaman. Menga nisbatan bu programma qatnashishninki ahamiyati bo'lsa, men o'zimning naqsh jihatdagi alohidligini joriy qildirish bilan birga o'zimning kamchiliklarini yana to'liqlab menish ahamiyati bor deb qarayman. 6. qarar İpək Yolu Sadasıga qatnashishga oldinlar mening uydagilarimning qo'llashi va atrofimdagi kasbdosh ustozlarim, akalarim, do'st birodarlarning qo'llashi orqali bu programma qatnashdim. Meni qo'llagan barliq do'st birodar, uydagilarim va kasbdosh ustozlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman.
Güzel çekren tozan içire ayan Uzun gece kıynar seni aman Tirek astıda men karaymen sen yarın tamam Anarının gülü Tan peytide içilgan bir gül Bu kalbimge otunu salgan gül Bağlarının yarkın ziyası Şerhtin balkıgan Kuyaşta bir köy katıdı yurtun havası Ah anar han canım anar Ah anar han canım anar Bağlarının yarkın ziyası Şerhtin balkıgan Kuyaşta bir köy katıdı yurtun havası Ah anar han canım anar anar han canım anar han Rayonumuz 各位导师们，你们好，我是来自新疆特克斯县的选手Renati Bolati. Sahne'deki hürmetli ustazlar ve ekrandaki görmenler. Manlağa
Tekes nayesinden kelgen Rinat Polat'tan otluk salamlar olsun. Endi Aygül Malım orunduk aylandı diye. Rahmat, rahmat. Şunun yağı hatırcam bop ravurs etip koydun. Tesirlenmeye kalamı dep azrak endiş babişi de. He? To'g'ri, to'g'ri. Açta bop kaldı. Bu misal jık etip muş balı muş nakşını. Buni jiq etib tur. Ham yaxshi Güzel aytdi. eser emasin bu. Bek güzel. Rahmat, rahmat. Tekesde qanchalik etdin? Buni Evcin yan bir bo'lib oldingmi? Avjini o'zim keyindan yana bir ulib oldim. Tasodifiy o'rinlamay qoldi. Tasodifiy o'rinlamay uzunroq bir imkoniyat bo'lsin deb. Bekli qisqa bo'lib qoldi-chu. Endi bu televiziya Anarxon televiziya filmi uchun ishlangan naqsha o'g'achqa. Har qanday televiziya filminiki davlatimiz ichidagi boshlanish muzikasi Kaytanchu deymiz, Chevi, Piento chu, Pienwei chu. Ikkilisinikivaqt o'lchimi bor. Shu vaqtga o'lchab yozgan naqsha bu. Elimi yaxshi birini uzatib olsa. Şunun qaraganda senmi ancha-muncha shu ishlarni qildi ekan senda? To'g'ri, men o'zim shu oldingi yili san'at institutini bitirdim. Uning keyindan hozir shug'ul shaharda bir chetdan kechlar naqsh etqash, kunduzi shu musiqa akkordlashtirish ishlarini o'rganyapman. Aygulninki chirig'ini men urib etdim. Rahmat, rahmat. Yerlerini deb ketmişsan. Yo'q. Chunki yerlerini deb ketsam bo'ladigan yeri bor. Chunki agar mening sonim to'shab ketmagan bo'lsa, men chiroq urib o'rilishga tegishli sifatda aytildi mana naqsha. Birisi buni men yozgan naqsha. To'g'ri. Naytli bir yaqinlik tuyg'usi bor albatta. Lekin buni Abdulla akamdek shunday bosh ustoz naytli voyaga yetkazib aytgan. Mush bolalar shuni o'rnak qilib turib, yana o'zidan qisman bir azroq bir ishkiyada o'zgichiligi bor. Asos Abdulla akamning asos aytgan qurilma asosida. Shunga qarasam Aygul muallim sal o'tira qoldi endi meningcha o'zingizmi o'rildingiz-ku deyman. Bu asringizni men bak yaxshi ko'raman aka. İmtihonlarda o'quvchi bolalarm aytdi-chu, shu yig'ov qatnashgan bolalar. Oho, nima degan chiroyli asar bu. O'rinlig'ichimi, bakli yaxshi alatliqi o'rnayalaydigan. Uning ustiga Abdulla akamning aytishi bilan sizning ijodiyatingiz bilan oltin uzukka yoqut ko'z quygandekla ajoyib moslashib ketgan bir asarchi bu. Shunga shunchalik huzurlanib o'tirib qoldim. Hatto men o'yladim, cho'qim shuning yana bir avjisi bor. Shu kalam kelib qoldi, bu danda ayiqlashmaydi degan nasbatchi. Lekin rahmat aka, menga mishaq ko'ngil bo'lib, mishaq bir yaxshi mayirni yana to'g'ri. Unda bo'lsa bu mayir ikki o'rindiq aylanishga erishdi desak bo'ladi. Chunki mening sonim to'shab ketdi. Men sen ikki deb bila bo'ldi. Aygül Malımning gruppasiga qo'shildim. Aygül Malımninki Dilkar gruppasining a'zosi bo'ldim. Unda o'g'andiki kelar qatim ishonch bilan boshlan naqshini. Bugun shu sal uduqishmamush bo'ldi. To'g'ri, to'g'ri. Beshini uduqib sal ishonchsiz Cahandan vaz keçeyim degan. Biz ma keyindiki ballag'imi yana mushu gapni demakchi Aygül tahi hayot. İşenç bile aytanglar. Rahmat, rahmat Farruh ustajon. Hayat yo'limizdagi qiyinchilikni texmi yuqori o'rilishimiz uchun tayyor qilingan palampay deb to'nisak, qalbiga texmi yaqinlashgan bo'lamiz. Muborak bo'lsin. San'at yo'lingiz texmi parlaq bo'lsin. Kuş avazda seynası, ipek yolu sadası. Rinat ukamiz naqsh aytayotgan vaqtida mening kallamda paydo bo'lgan tuyg'u bo'lsa, biz naqshchilar shu naqshning tekstlarini, tovush, bo'g'imlarni intayin iniq, intayin o'lchamlik, sifatli holatda ilishimiz kerak. Naqsha asosan shu tekstlarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Rinat ukamizning bundan keyingi shu tekst tovushlarni ilishiga men yordam qila olaman degan umidda Rinatga o'rildim. İnzar kiyimleri mayırlarga omad tilaydi. Mishada o'tni yoqmang degan naqshi bor ekan. İsmim Qurbanjon Abel, Atish og'idan keldim, muallim. 6-qarar İpek Yolu sadasiga qatnashda kasbiy ustozlarning yaxshi bir kasbiy bilimini, darsini anglasam ken deyman. Kasbiy jihatdan
yaxshi bir bilimga erishib, o'qitish munbirida, maktabda ma'rifga ishiltib, bolalarni texim yaxshi kasbiy jihatdan bilimga ega qilish orzuyim bor. Kim bo'lishidan qat'iy nazar qaysi ustoz aylansa, shu ustozdan kasbiy yaxshi bir bilimga erishsam, shu mening nishonim. Yakmamsa aman bak, saman giyip ketmesin, saman giyip ketmesin. Sen balanın dediğiniyem, yaşlı büyütmesin. Ey yaşlı büyütmesin. Kanda kılıtın dedim niyem, kaçan bilesen kadrimni, ey kaçan bilersen kadrimni. Şikoylandın ötkenge, şaldı kürük sal diyemem, şaldı kürük sal diyemem. Alt küllük alemde hiniyem, kiyek nutum saldım. Ey kiyek nutum saldım. Kanda kılımız dedim yehniyem, kaçan bilesen kadrini, ey kaçan bilersen kadrini. Vuran kıyne kiyeyim, oynatma bile giyenim, oynatma bile giyenim. Sen bana o günü
Qanda qılımız dedim niyexniyem Qaçan biləsən qədrini Ey, qaçan bilərsən Qaçan bilərsən Rayonimizda güzellikle söygüçü hanım kızlarının aldın tanlışı bulup kelayotgan sübət ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yıllık tarixga ega Dildar kiyimli. Alada, sana şunda katçılık. Bu ağı qara. Abdullah Abdurrahim Ustaz obraz vekili bo'lgan. Erdem Bağ, Cam quvvat ichimliklari. Shuni qulağındakisi Aynullah Şerbeti, meningkisi Kökçü quvvat suyu. Raz, Aynul degandek bo'ldi ekan mana size. Katta ekan. Zunjingni go'y Davuşmen, Daja Şavuqa. Salam olsun xalqning yurikidan o'rin olgan Abdullah Abdurrahim Ustaz boshliq barcha besh ustaz ko'rurmanlar. Shin ustaz hammanglarga Atish o'g'li Qurbanjondan chin salomlar bo'lsin. Yaxshi bo'ldi. Chin aytding o'zing bu naqshi. Bir aytib atding-a. Mana so'rim. Sorma o. Sahne Cemal sordu. Mat çoğun sahnege mağul. Bu mu sorun? Bu mu sorun? Mağul. Şu kichikimizdan başlab to'y to'ykunga beri dadamizning yetakchiligida mush muzikani egallab meyli Daşyo'nun sahnesi olsun, meyli Atıştkelki, Toqsadi sahnesi olsun. Mağul sel o'xshimidi. Meni ko'nglimda sel ciddilik ettigen kilo olgan petim bana hozirgacha ciddilik bor. Bakalım. Qabul qildinglar. Rahmat ustozlar. Yaxshi etdingiz, yaxshi etdingiz. Bir yerlik bir tamshivi bor ekan. Buningga hammadan yila Aygul ma'lum deb turdi, uni vibrator deymiz. Bu gaplar hamma mujdisi. Sen degandek ovozning titrishlik uzun so'zgan joyga vibrator. Buni tabiiy ekan, uning ustiga bak yarashgan ekan. Yaxshi titrishi bor ekan. Bak yarashgan ekan. Rahmat. Shundaqliq ba'ziligi kelmagan, yarashmagan, cho'qim yarashdigan yoki mat vibrator mat titrash, u so'zgandiki bak yarashib ketdi. Bizning tabiiy ekan bu. Rahmat. Buni sen ugunib olib hamda atish qilib berib vibrator o'ynab. Vibrator ochma. Boshqani bilmayman bu gapni. Uni ustiga ustoz ma 4dan 1 mangga ayrim bor ta'til diqqat qilib chiranmaydigan xalqlar ashunday ahvollar bor. Turgan bilan tez. Men shu bizning Şinjan xalq naqshlarining ichida anglamagan xalq naqsi yo'q deb o'zimga shunday bir ishonch bilan yuraman-ku o'zimchimda. Lekin ma naqshini anglamabdi ekanman. Do'stsa xato tushunib qolsa. Yo'q, bu bir necha xalq naqsiniki yug'rilmasi bilan chiqib qolibdi-ku. Ya hamda bu atish xalq naqshlarining to'lisi oshtoq. Ma'ning bir yerlari bor. U yerlari bor. Lekin yana adamga mo'nglik olindi. Diğerini peyz aldı. Bu inima etdigandan beri saqlab turib ovoz azroq charchab ketib qoldi. Bo'lmasa u degandan bageli o'tdi. Hamda shu jiddiylashmagan bo'lsangiz, balki mush o'tir ovozlarni rasmiylik past o'ltiratdi-da. Joy-joy tegib. Mushada his qildik ekanmiz. O't ta'midi ras. Ovoz Yasqanliq o't qo'yanmiqni. O'rtirib oldim. Hozir bo's naqshi, hozir tugidi-ku naqshi qo'ymay tura birdan. Hozir qarab tura kelib chalaydim men. Sil birdan maqtayli. Egan kim deb hozircha qo'rqsiz qarang. Keyin qarab qitim kelgan vaqtingizda huzurlanadigan bo'ladi shundaymi? Shafsi tuvaslar. Og'rimaydi. Shukur ovozingiz bek chiroyli ekan. Bekli ochiq ekan. Hamda shu o'tir ovozini azroq shu
pastga o'ltasa, ana lekin Ablatkam abay shunda kasbiy gapdan birini qildi vibrato deb. Bu naqshlarga nisbatan bu vibrato bek muhim narsa. Lekin buni ashuritish bo'lmaydi. Deb ashuritiganlar bor. Uni ashuritish qilgan keyin ovoz qiyirib ketadi o'qiram. O'sha ovoz qiyirganda amal yo'q liberator ashundoq cho'ng astlash oltida ketadi. To'lqini astlab ketadi. Unimi mau inimniki tabiiy bir shuncha tabiiy, bek chiroyli. To'lqini qisqa to'lqinliq bir titrash ekan-ku. Ishtigram. Yomon. deb ba'zi ugunimizga uni ugunidi maktabda o'sha to'lqinni qaragan mashina. Naqshning hammaga to'lqin chiqib yotgan bir akıllarımız mı bir vaqtda-chu. Ya. Qilotqa yurgimi ha? Atışning naqshlardan yana birning bir ichki misrasini aytib beray, ukamsam. Tezam vibrato talab qilgan to'da. Uylandek üzmeni. Bu tabii. Shunda chiroyli. Kekidek sivetme. Bu alem uzun alem gülni sahan ümit ni üziyevetme. Vay rahmat. Yana bir narsani his qildimki, Aygul. Liberatorisi so'zg'an uzun ovoz so'zg'an chaqdikidimi bak shu misrani tamom etayotgan salli vaqt bo'lsa kirdi ekan u liberator andika odamga ta'sirchanlik nashr etilgan naqshniki-chu rahmat vujudini etayotgan ishni beryapti-da yurak titrayotgandek-chu bu nimadan shakllanadi degan vaqtda o'sha ovoz pardasi ikki qat parda bo'ldi-chu o'sha shunday bixo deymiz o'sha bixo qilib shunday yaxshi bixo bo'lganda nafas tekkan vaqtda o'sha titrashdan paydo bo'ldi-chu uzun vaqtski vibrato bu nimadan shakllansa ba'zida nafasni uzun so'zg'andan bo'ladi bu bek tabiiy bek yaxshi ahvol lekin ba'zi oshirib o'tib uni nafasga to'xtatib turib undaq vibrato emas u galgimda qisilib qolgan holatga qasddan qilgan sun'iy holatga vibratochu hammaga shunday qilib demak sen yaxshi ekansan rahmat ustozlar rahmat ustozlar shunda chiqqan ko'pga rahmat ustozlar qag'inda yana gruppam kelgandan keyin deyishib olamiz keyin taqa gapiramiz Fakat tirishchilik ko'rsatsak-la, hayotning bizga beradigan fursatlari intayin bo'lgan. Muborak bo'lsin. Bu fursat bilan boshlangan kelgusingizning yaxshi natijalar bilan davomlashishini umid qilamiz. Qurbonjon naqshi aytayotganda menga kelgan tuyg'u bo'lsa, men shu Qurbonjonga yordam qila olaman, shu ovoz chiqarish, aytish jihatlardan ba'zi bir qism bilimlarni yetkazib bera olaman degan umidda Qurbonjonga o'rildim. Qurbonjonning mening guruhimda jiq narsalarni o'rganib, texmo yaxshi o'zini namoyon qilishini umid qilaman. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizga oshxonalarga vaqtlaydi. Unutalmadım. Yaxshimizlar ko'pchilik, mening ismim Murat Abdubatin. Men o'zim Shinjon Qashqardan. Bu programma qatnashishimning ahamiyati bo'lsa, sahna ko'rish orqali ustozlar bilan tanishish, ustozlardan ta'lim olish, o'zimizga bir qadar yaxshi bo'lgan fikrlarni ilish. Ipak yo'l sadasi programmasiga qatnashish mening kasbiy hayotimning bir yaxshi boshlanishi deb o'ylayman. Chunki bu bir yaxshi bir mukammal bir sahna, yosh naqshchilarga berilgan yaxshi bir fursat.
Dilrebayim közlerini unutalmadım Bal eseldek sözlerini unutalmadım Bu hicranni yüreğimge silip ketkenem Şu cilviger yüzlerini unutalmadım Bu hicranni yüreğimge silip ketken Şu cilviger yüzlerini unutalmadım Hazan buldu seni bağla kürenmezdi Tan şamili saçlarını süyenmezdi Dolğunu mən ne kılarım bilemezdim Gülzıbayım boylarını unutalmadım Dolğunu mən ne kılarım bilemezdim Gülzıbayım boylarını unutalmadım Toxtumaydı yağmurların adametini Gülü soldu çılmazdın sadakatini İganı mən çölleri de muhabbetini Izın kalgan yollarını unutalmadım Yiganı mən çölleri de muhabbetini Izın kalgan yollarını unutalmadım Yiganı mən çölleri de muhabbetini Izın kalgan yollarını unutalmadım Izın kalgan yollarını unutalmadım Faqat yaxshi tudingmi? Yaxshi, Ilyar Uzancho yaxshi tudingmi? Yaxshi. Bir ayak bardiga o'xshamamsa? Bir tushdik bir faoliyatim bor, sho'mish imzolarni kostyumlarini kiyib tayyorlab kelyapman. Shu qarsam shunda chiroyli yarashib ketibdi. Menkilar qitimliq faoliyatimga mush imzordan kostyumni kiyib basam ulg'a o'xshamamdi. Qayerda alding? Shura seni boshlab qo'yadi. Jira. Davşman xo. 我叫穆拉提阿布杜巴廷，我来自新疆喀什。Aziz ustozlar, yaxshimisizlar? Mush vaqtlar xayrlik bo'lsin. Men o'zim Qashqardan, ismim Murat Abdubatin. Muqam kasbining 3-yilida Ayshugul muallimdan dars o'qiyman. Güzel. Bira muqamni mukammal aytib chiqishning o'zimi cho'ng ish. Ash o'qish bitguncha cho'qim o'ginimizda hamda shundaymi? Muqaddimalar bilan Aygul muallimning guruhiga kirib ketdingda. Bak yaxshi bo'ldi Aygul. Mush bolalarimiz ümidini üzüp apla malımdan birisi qalğan. Endi malım örilmey qalsa bizning mushunda aqı tizilib qalğan günahı biz qalamızmı deb shunda ko'ngli yerim bo'lgan. Shunda bir xo'sh bo'ldim mush bolalarning qabul bo'lganidan. Bu bolalar o'zi nihoyatda faxuy qilutma deb ishonch qilib qolgan vaqtida mandaraq bo'lib qolishi mumkin. Ba'zida o'ylamagan yerdan
nəhayət yaxşı fəxoy qılıb ötüş mümkün. Hətta bizmi pərəzni xata qılıb qalmız bəzdə. Ma oxuğucum intayın puxta, muş qetimqi musabaqaga bunu sasam bulu degan kuni bəzi balalarımız acayip pas bir bo'lib qoladi. O'ylamagan yerdan yana bir o'quvchimiz bu qanchilikka degan o'quvchimiz kuch berib qoladi o kuni. Bir nima demak tasga. Men har qaysi ustozlarning olgan o'quvchilardan hammasiga qaradim. Chabudi o. Hech qaysi birisi intayin yaman emas. Bular yaman bo'lsa balkim tabiiy sharoitdan qutyotdi hozircha. Bularda ba'zida ovoz yo'riqroq. Ba'zisining ovozi to'rliqroq. Bunda sharoitdan balkim bir-biridan farqlanadi. Lekin hech qaysi taxi bir cho'ng natijalik o'quvchilar emas, tajribalik emas. Bu hammasi bizningki yo'l ko'rsatishimizga, beshinchi silishimizga, mehribonlik ko'rsatishimizga muhtoj bolalar. Sen cho'ngi hamda shu sening akangga 48 yosh. Uningdan boshqa bolalar asos jihatdan 23 ning 10 so'lida. Bular cho'qim yetaklashga, kuyinishga muhtoj bolalar. Bir necha bolalarimiz ketib qoldi. Hamda favqulodda bir sabablar tufaylidan, tayyorlikning puxta bo'lmaganligi tufaylidan. Lekin asos jihatdan tanlangan bolalar normal. Aytib gungping durust tanlandı. Her birinler emdi depatat ketgan bo'ldinglar ustozlar. Sana muborak bo'lsin. Axir nuqtop yaxshi kirgizdi. Axir nuqtopda buniki. Bir qadamda qo'yib berdi qilmasmi? Ustiga bizlar cho'ng ustozning naqsini qaramliq qilib aytiblar o'zingcha. Fizik qarab qo'yishing o'taqa. Aytdi. Aytiblar bilan bir qarab. Qaraydigan yeri bor. Qanday bo'ladi ustoz deb. Başlab aytibdi, birimda salom qilyapti. Untalmadi. Yaxshi o'rindidan. Yaxshi o'rindidan. Qashqar yigitda. Adab Mush yaşımda ustozning eng nadir naqshida, nadir naqshini. Rahmat. Yaxshi o'rinda chiqding. Chiroyli naqshini chiroyli aytdingiz. Bu bolalarning o'moq taraflari ilqi beshida shunda tamtirab, qo'qab boshlaydi, lekin yaxshi materialda ay bo'ldi mush ustimizga bir madad beraychi deb o'rgangan andanki boshqacha bir jon tayyorladi. Aqlli tumochi deb tutaladi. Buni xotirjam bo'ldi men bundan boshlab jon tayyorladi. Unda bo'lsa kela. Sizlar maqtirgan davomli anglaysiz. O'z yaxshi ko'rgan kasbga ajr qilish eng katta muhabbatdir. Muborak bo'lsin. Tirishchanligingiz bilan san'at yo'lingiz texmo parlaq bo'lg'isi. Murat naqsh aytayotganda, menga kelgan tuyg'usi bo'lsa, men mush ikkinchi qitimliq aylanmada Muratga texmi yaxshi bir yangicha bo'lgan asarlarni vujudga chiqarib bera olmayman. Muratningki aytish jihatdagi mushu ovozninki ifodalanishi, hissiyotlarning ifodalanishi jihatda men yordam qila olmayman degan umidda men o'rildim. Aygül G'ulom ustoz Abdullah ustozning gruppasidagi Husanjanni o'z gruppasiga tanladi. Husanjanning Dilkar gruppasidagi izlanishlarining natijalik bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Aygül G'ulom ustoz yetakchiligidagi Dilkar gruppasi mayirlari Ilmizat Qurban, Aziz Turg'an, Baxtiyor G'opur, İlyar Mahmud, Qurbanjon Obil, Ravi Izdullah, Talib Tayir, Zeynur Heyt, Murat Abdubatin, Murat Mahmud, Rinat Polat, Hüsencan,
Görsanız azap ne hiç Dili avarga etmang Su içip kangan bes Su gızarga etmang Irdı tetur bir doğum Aylanar çarxing telek Künlünüz bulsun eğer Kişinin yarıga etmang Künlünüz bulsun eğer Kişinin yarıga etmang Kim vapa görse cahandın Bağlarını gül kılır Şu şirin küşlerini Uykudan bidarga etme Besle yaz sultani gülni Yaz kar ceylep öter Pesli yaz sultani gülni Yaz kar ceylep öter Şu besti kametinizni Turte ebgarga ekman Okşamaz her kim görgeni Her kim beşidin ötkini Okşamaz her kim görgeni Her kim beşidin ötkini Her hoşal bulsanız Könlü veyranıga etmang Ger hoşal bulgan bulsanız Könlü veyranıga etmang Ger hoşal bulgan bulsanız Könlü veyranıga Aka vaqtma bir berib qapti. Meşqma qilib bir ba'da tifo o'ynab o'tiravermay, birdan qalimiz aram oldirib kelmaymizmi? Shunaqa qilsak mayli, atgan yo'q charchabdimiz azroqqa. Nega bosaq bo'lasingcha? Taychur o'ynab kelsak bo'ladimi deyman. Taychur, qas taychur qilib bosaq bo'lar. Mushu
Hammasi deydi, tush jamiyati Taychur klubi deb. Yana ichilibdi. Taychur klubi. Qo'y, yosh bolalar hammasi ashagili kelyapti. Ashadika, anzlir payzga. Bo'lamdi. Bo'ldika, qag'ini bag'ani bilmaymizmi? Meni uftalasam-mi? Oh. Bag'ani bilimizmi? Qadrli ko'rman do'stlar, oldingi qaror programmalarımızga o'xshashlam. Bizning 6-chi qaror Oltin Go'har Ipak yo'li sadasi programmamizda natijaga erishgan mayirlarimizga tayyorlagan mukofot buyumlarimiz ajoyib katta. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har Bro'yi cheklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Cho'ng Ustam Yemaklik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Herdembaq Yemek-içmek pay cheklik shirkati Cam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzar kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mayirni bo'lsa Xinjiang Chush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Onun boshqa 6. derecelik mukofotga erishgan mayirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lg'aysizlar. Hayatning gülleri insan, sevgi mihir insan yıldızı. O hayatning gülleri insan, sevgi mihir insan yıldızı. Yüreklerge verse yürek, yaşarmamdı yıllar itizin. Yüreklerge verse yürek, yaşarmamdı yıllar itizin. Hayatның var, külke göz yeşi, İnsan haman yaşap tutur. Uçak aksa külke nigarda, hicran bezisini kötüdür. Hicran bezisini kötüdür. Hayat şiirin, insanlıkta mihirdin yetsek. Hayat kaçın akide biri, ömrünü bak gülzarlık etsek. Yakşı insan bulup ötse. Ömür koşmak yakşı yamanğa, hayat kadri haman ötüdür. Mihirlerge tutasa mihir, kulida gül
güzel bu hayat şirin İnsanlıkta mehirdin yetsek Hayatqa cin aqide biri Ömürni bağ gülzarlık etsek Yakşı insan bulup ötsek Tüymedi mi artık ya? Vay ya adaş bu VCR'ın tüymemiş de kozak mı içip oturup yaptırmaysa. Kes kapsarcı mı? Nime olsa? Bu adaş şu Ketrenlikki alayda aytoqçı yok. Bizdenki şu basketbol çalıplarımız şireli obraz akıllı olan bek yeşik ya. Sana buna kaç kıldım? Şinjan tırı cennette bu. Badam, yağa, gül kremini çıkıp uzatqım nar juğuyu. Manda qilamiz. Ma bir tane abdoq ma'lumay. Ma öydiklar yolga chiqarib bo'lsa bu avosib sanib bormi yana? Pes talabaslarga yashashlar. Juda chiqamiz, chiqamiz. Güllerin hemmesi rengdar çıraylı Renglerin hemmesi gül emes biren Güllerin hemmesi rengdar çıraylı Renglerin hemmesi gül emes biren Kündüzü kalbimni red kılgan kişi Ha belkim yakıdı tülle geçiren yakıdı tülle geçiren Tolunay şulesi kısmın gölge
ömür Söymek asan Bir seni bir ömür Söymek asan Söymek asan Adaş bek chiroyli qolib ketibsa, kelgan kiyiming qaysi markaning? Ha, adaş kiyginim bo'lsa, Aygul G'ulom ustoz obrazi vakili bo'lgan Dilkar kiyimlari yaxshi ko'rgan bo'lsang, menga sotib kelaylik. Menga bilib borayli adaş.
Hayatını süydü şamal, hayatını süydü sal, kanatını süydü şamal, hayatını süydü sal. Belkim yine bir sahip kıran, belkim yine bir sahip cemal, belkim yine bir sahip kıran, belkim yine bir sahip cemal. Pervazlarga dilde utba, insanlardek küçük tuba. Pervazlarga dilde utba, insanlardek küçük tuba. Ziraklarda uçar septüzü, şapka punar pervasız, bitmez ömrü küysiz nabasız. İgiz şapka punar pervasız, bitmez ömrü küysiz nabasız. Güç bergenge muş bermez ular, bergenge muş bermez kılar, insanlardek emez vapasız. Güç bergenge muş bermez kılar, insanlardek emez vapasız.我一直在等待中幻想，我一直在期望中翱翔。当我走在未来的路上，笑出灿烂的阳光，那就是我最初的梦想。也许我会迷失方向，也许我独自彷徨，但我还在梦想的路上。也许我会迷失方向，也许我独自彷徨，但我还在梦想的路上。
心上，忘掉所有的悲伤，带着梦想自由的飞翔。所有的爱记在心上，点亮生命的光芒，让那梦像花一样绽放。所有的爱记在心上，点亮生命的光芒，让那梦像花一样绽放，让那梦像花一样绽放。İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok sigarası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası. İnsan şah seferde, bəxtiklər zəfərdə. İnsan şah seferde, bəxtiklər zəfərdə. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.